O'sha kuni bir narsani tushundim. Manavi yurak tushmagur bor-ku, juda ham qo'rqoq bo'lar ekan. Uni aldash kerak. Hayotda har qanday muammoga duch kelganingda ham unga shunday deyish kerak. Hech qisi yo'q akasi. Hammasi yaxshi, hammasi yaxshi. Shu bilan muammo hal bo'lar ekanmi? Yo'q, lekin bardoshliroq bo'lishga kuch topadi. Buni eslab qol.